O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalarimiz faoliyati, chet eldagi vatandoshlar hayoti, mehnat migratsiyasiga oid so'nggi xabarlar, xalqaro maydonda mamlakatimiz haqida bildirilayotgan fikrlar, diplomatik dayjestda bularning barchasi haqida so'z boradi. Assalomu alaykum. Mazkur hafta o'zining qator tarixiy tadbir va uchrashuvlari bilan tashqi siyosatimiz solnomasiga muhrlandi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasida ishtirok etdi. Prezident yanada adolatli, tinch va barqaror kelajakni barpo etish bo'yicha O'zbekistonning qarashlarini bayon etdi hamda bir qator yangi global tashabbuslarni ilgari surdi, deya qayd etdi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar haqida yozar ekan. Yangi O'zbekiston xalqlar o'rtasida birdamlikni mustahkamlash va umuminsoniy maqsadlarni ilgari surishga tayyor, deya qo'shimcha qildi vazir. Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasi doirasida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh Prezidenti Donald Tramp bilan samimiy va samarali uchrashuv o'tkazdi. AQShning yangi O'zbekistondagi modernizatsiya, farovonlik va xalqaro hamkorlikka qaratilgan ortga qaytmas islohotlarni qat'iy qo'llab-quvvatlashni qadrlaymiz. So'nggi tashabbuslar va qo'shma loyihalar ikki mamlakatda 10 minglab yangi ish o'rinlarini yaratish kutilmoqda, deya qayd etdi vazir ushbu uchrashuv haqida. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, AQSh prezidenti Donald Tramp o'zining Trust Social ijtimoiy tarmog'ida bitim borasida quyidagicha post qoldirdi. Prezident Mirziyoyev bir so'zli inson va biz boshqa ko'plab masalalar ustida birgalikda ishlashda davom etamiz. Bu masalaga e'tiboringiz uchun tashakkur, deya qayd etdi u. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri shuningdek prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Amerika kompaniyalari rahbarlari, xalqaro moliya institutlari hamda AQSh hukumati vakillari bilan davra suhbati xususida ham to'xtalib, mazkur muloqot mamlakatlarimiz, xalqlarimiz manfaatlari yo'lida iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash va kelajakka qaratilgan sheriklikni rivojlantirishga bo'lgan o'zaro intilishni ifodalaydi, deya qayd etdi. Umuman olganda, davlatimiz rahbarining Nyu-Yorkka tashrifi qator nufuzli xorijiy ekspertlar tomonidan yangi salmoqli hamkorlik ufqlarini ochadigan tashrif sifatida e'tirof etilmoqda. Dasturimizni vazirlik xabarlari bilan davom ettiramiz. Vazir Nyu-Yorkka tashrifi doirasida Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash tashqi ishlar vazirlari norasmiy yig'ilishida ishtirok etdi. Muloqotda mintaqaviy va global masalalar, shuningdek Osiyo bo'ylab ishonchni mustahkamlash choralarini yanada kuchaytirish yuzasidan fikr almashildi. Vazir shuningdek AQSh davlat kotibining birinchi o'rinbosari Kristofer Landau bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va AQSh davlat departamenti oliy darajada erishilgan kelishuvlarning to'liq va o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlashda barcha imkoniyatlar safarbar etilayotgani tasdiqlandi. Bundan tashqari, xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Feridun Senero'g'li hamda Ko'rfaz arab davlatlari hamkorlik kengashi bosh kotibi Jasmin bin Muhammad al-Budayvi bilan ham uchrashuvlar o'tkazildi. O'zbekistonning tashkilot bilan hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston Tashqi siyosat idorasi rahbari Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Jeenbek Kulubayev, Yaponiya Tashqi ishlar vaziri Ivaya Takeshi, Uganda Tashqi ishlar vaziri Jeje Odongo, Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari Tashqi ishlar vaziri Murat Nurtliyev, Ukraina Tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga, Jazoir Tashqi ishlar vaziri Ahmet Attaf, Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin, Belarus Tashqi ishlar vaziri Maksim Rizhenkov hamda Bolgariya Tashqi ishlar vaziri Georg Georgiev, Kipr Tashqi ishlar vaziri Konstantinos Kombos, Germaniya Tashqi ishlar vaziri Yoxan Vadiful, Omon Sultonligi Tashqi ishlar vaziri Said Badr bin Hamad al-Busaydi, Avstriya Respublikasining Yevropa va xalqaro ishlar bo'yicha federal vaziri Beate Maynel Rayzinger, Misr Tashqi ishlar vaziri Badr Abdulati, Mo'g'uliston Tashqi ishlar vaziri Batmun Xbatsetsek, Bahrayn podshohligi Tashqi ishlar vaziri Abdulatif bin Rashid al-Zoyani hamda Serbiya Tashqi ishlar vaziri Marko Jurich bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi.
Shuningdek, Albaniya Yevropa ishlari va tashqi ishlar vaziri Elisa Spiropali, Shimoliy Makedoniya tashqi ishlar va tashqi savdo vaziri Timcho Mutsunski, Chernogoriya bosh vaziri o'rinbosari tashqi ishlar vaziri Ervin Ibragimovich hamda Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez Parilla bilan bo'lib o'tgan alohida uchrashuvlarda ushbu davlatlar bilan tashqi ishlar vazirliklari aro muntazam siyosiy maslahatlashuvlarni yo'lga qo'yuvchi idoralararo hamkorlik to'g'risidagi protokol imzolandi. Bundan tashqari, Palau davlat vaziri Gustav Aytaro bilan uchrashuvda esa ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatishga doir tarixiy hujjat, qo'shma kommunike imzolandi. Bangladesh muvaqqat hukumatining tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Tauhid Husayn bilan uchrashuvda esa diplomatik pasport egalariga viza talablarini bekor qilish to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolandi. Bundan tashqari, Tashqi ishlar vazirligi delegatsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining sun'iy intellekt va xalqaro tinchlik hamda xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan ochiq bahsi, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Tashqi ishlar vazirlarining yillik muvofiqlashtirish yig'ilishi, Al-Hol lageri, atrofdagi lagerlar va qamoq joylaridan shaxslarni qaytarishga bag'ishlangan xalqaro konferensiya kabi bir qator yuqori darajadagi tadbirlarda ishtirok etdi. 21 sentyabr kuni Amman shahrida O'zbekiston Respublikasi va Iordaniya Hoshimiylar podshohligi tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlarning ikkinchi davrasi bo'lib o'tdi. Delegatsiyalarga O'zbekiston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Aloyev hamda Iordaniya Hoshimiylar podshohligi tashqi ishlar va muhojirlar masalalari vazirining birinchi o'rinbosari Dayfulloh Ali Al-Fayoz rahbarlik qildi. Muzokaralarda iqtisodiy diplomatiya, jumladan o'zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish, iqtisodiy munosabatlarni diversifikatsiya qilish, qo'shma investitsiyaviy loyihalarni ilgari surish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tashrif doirasida Bahromjon Aloyev Iordaniya Oliy ta'lim va ilmiy tadqiqotlar vazirining birinchi o'rinbosari, Oliy ta'lim kengashi direktori Shadi Al-Masadeh hamda Iordaniya madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Nidal Ibrohim Al-Ahmad bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Alohida bo'lib o'tgan suhbatlar chog'ida tegishli yo'nalishlardagi hamkorlik aloqalarini yanada chuqurlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. 24 sentyabr kuni Bahromjon Aloyev Tashqi ishlar vazirligida Germaniya elchisi Manfred Huterer bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari, jumladan siyosiy, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni rivojlantirish, o'zaro munosabatlarni ikki va ko'p tomonlama yo'nalishda yanada mustahkamlash, shuningdek 2025-yilga mo'ljallangan qo'shma tadbirlar rejasi muhokama qilindi. 24 sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bobur Usmanov Xitoy Xalq Respublikasining Sichuan provinsiyasi doimiy qo'mita a'zosi Pubu Dunju bilan muzokaralar o'tkazdi. Suhbat chog'ida O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning bugungi holati hamda hududlararo hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, investitsiya va madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalarni mustahkamlash masalalari yuzasidan fikr almashildi. Xuddi shu kuni Bobur Usmanov Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Asad Majidxon bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekiston prezidentining Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitlaridagi tashabbuslarini izchil ilgari surish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, iqtisodiy hamkorlikning strategik maqsadlari 2035 ni qabul qilish, savdoni soddalashtirish to'g'risidagi bitimni imzolash hamda Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti raqamli transport va bojxona idorasini ta'sis etish masalalari muhokama qilindi. 26 sentyabr kuni esa Belarus elchisi Aleksandr Ogorodnikov bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat chog'ida oliy va yuqori darajalarda erishilgan kelishuvlarning ijrosi muhokama qilindi. 24 sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev boshchiligidagi mamlakatimiz delegatsiyasi Koreya Respublikasiga tashkil etilgan amaliy tashrif doirasida ushbu davlat adliya vaziri o'rinbosari, immigratsiya xizmati komissari Kim Jong-do bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralar yakunida O'zbekiston fuqarolarini Koreya Respublikasida mavsumiy mehnat ishlarida ishtirok etish dasturiga qayta jalb qilish bo'yicha kelishuvga erishildi.
Shuningdek, Koreya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Jun Ki Hong bilan uchrashuvda iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish istiqbollari hamda mehnat migratsiyasi masalalari muhokama qilindi. Bundan tashqari, O'zbekistonning Seul shahridagi elchixonasida vatandoshlar bilan davra suhbati o'tkazildi. Muhokamalarda konsullik xizmatini takomillashtirish, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish, mamlakatning xalqaro nufuzini oshirish va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Diplomatiya xalqaro hamkorlik poydevori. Bugun xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz nafaqat O'zbekistonning xalqaro imijini mustahkamlamoqda, balki manfaatli hamkorlik aloqalarini o'rnatmoqda. Ular ko'plab sohalarda o'zaro manfaatli kelishuvlar imzolanishi, xalqaro ko'rgazmalardagi ishtirok, bir so'z bilan aytganda, do'stlik va hamkorlik uchun yo'l ochmoqda. Voqealarga qisqacha to'xtalamiz. O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi diplomatlari Shandun provinsiyasining Sizinan shahrida bo'lib o'tgan qurilish sanoati bo'yicha Xitoy va O'zbekiston xalqaro forumida ishtirok etishdi. Taqdimotlarda O'zbekistonning qurilish sohasidagi investitsiya imkoniyatlari va loyihalari haqida batafsil ma'lumot berildi. O'zbekistonning boy madaniy va turizm salohiyati Almafest 2025 festivalida e'tirofga sazovor bo'ldi. O'zbekiston va Daniya ombudsmanlari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Kobul shahrida birinchi o'zbek milliy taomlari restorani ochildi. Turli sabablarga ko'ra xorijda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari bilan doimiy muloqot o'rnatish, ularning huquq va manfaatlarini har tomonlama himoyalash va qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish davlatimizning xalqaro munosabatlarida alohida mazmun kasb etadigan jihatdir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQShga tashrifini yakunlar ekan, an'anaga ko'ra ushbu mamlakatda mehnat va istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz bilan, shuningdek AQShning nufuzli universitetlarida tahsil olayotgan El-yurt umidi jamg'armasi stipendiatlari bilan uchrashdi. Shu haqida qisqacha to'xtalamiz. Norasmiy muhitda o'tgan samimiy suhbat davomida yangi O'zbekistondagi islohotlarni amalga oshirish bilan bog'liq masalalar, xususan ularni faol ilgari surishda vatandoshlar va ularni birlashtiruvchi tashkilotlarning ishtiroki muhokama qilindi. Uchrashuvda muvaffaqiyatli tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan vatandoshlar va yoshlar o'rtasida muloqot maydonini yaratishga qaratilgan vatandoshlarning xalqaro biznes marafoniga start berildi. O'z navbatida uchrashuv ishtirokchilari O'zbekiston yetakchisiga xorijdagi vatandoshlar va yoshlarga ko'rsatilayotgan e'tibor, ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar uchun minnatdorlik bildirib, vatanimiz ravnaqiga yanada ko'proq hissa qo'shishga tayyorligini bildirdilar. Yurtimiz haqida, unda kechayotgan jarayon va islohotlar to'g'risida chet el bosma va onlayn nashrlari keng yoritmoqda. Ularda bildirilgan fikrlar salmoqli, mulohazalar tahlilga asoslangan, mavzular esa xilma-xil. Jumladan, mazkur haftada ko'plab xorijiy ommaviy axborot vositalari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Nyu-York shahriga tashrifi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasidagi ishtiroki va umuman mamlakatimizning xalqaro maydondagi faolligi haqida xabar va maqolalar e'lon qildi. Ularning ba'zilarining nomlarini qayd etib o'tamiz. AQShning The Associated Press, The Times of Central Asia, Diplomatic Watch elektron nashrlari, Rossiyaning RIA Novosti, TASS, Prime, Sputnik, Interfax kabi yetakchi axborot agentliklari, Xitoyning Xinhua, Target, Victvo, Lukve, Psirshi kabi yetakchi ommaviy axborot vositalari, Buyuk Britaniyaning London Post nashri, Shvetsiyaning Diplomatic World Sweden jurnali, Vengriyaning Eurasia Magazine jurnali, Misrning Sada al-Balad va MENA axborot agentliklari, Iordaniyaning Ammon News gazetasi, Pokistonning Election Times va World News online platformalari hamda Pakistanning The World jurnali, Afg'onistonning Tolo News axborot agentligi hamda Eronning Markaziy Fars News va Iran Roshan News axborot agentliklari shular jumlasidandir. Bundan tashqari, Malayziyaning yetakchi media platformalarida O'zbekiston islom sivilizatsiyasi gavhari mavzusida turkum ko'rsatuvlar namoyish etilmoqda. O'zbekistonning faol tashqi siyosati xalqaro maydonda e'tiborda. Diplomatlar, xorijiy ekspertlar va xalqaro tashkilotlar bu jarayonlarni ochiqlik, barqaror taraqqiyot va mintaqaviy hamkorlik sari dadil qadam sifatida baholamoqda. Xalqaro hamjamiyat mamlakatimizning yangi bosqichdagi o'sishini kuzatmoqda va qo'llab-quvvatlamoqda. Bu boradagi munosabatlarga to'xtalamiz.
Ozarbayjonlik taniqli siyosatshunos Ilgar Valizade Dunyo axborot agentligi uchun intervyusida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasidagi nutqida ilgari surilgan tashabbuslarning ahamiyati haqidagi fikrlarini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida inson manfaatlari, qadr-qimmati va farovonligiga alohida e'tibor qaratilayotgan yangi O'zbekiston konsepsiyasiga ham alohida to'xtalib o'tdi. Mamlakat inson, uning qadr-qimmati, huquqlari, sifatli ta'lim, tibbiy xizmatdan foydalanish, adolatli sudlovni ta'minlash asosida asosiy qadriyat bo'lgan davlatga aylanayotganini alohida ta'kidlandi. Bu shunchaki shior emas, balki davlat shaxsdan ustun tamoyilidan davlat shaxs manfaati yo'lida tamoyiliga yo'naltirilgan davlat siyosatining modelidir. Pokistonning Janubiy Osiyo va xalqaro tadqiqotlar markazi prezidenti Sayyid Xolid Amir Jafri. O'zbekiston prezidentining g'oyalari G'azo, Suriya, Yaman va Afg'onistondagi gumanitar inqirozlar va mojarolar oqibatlarini hisobga olish bilan ham ahamiyatli bo'ldi. BMT Bosh Assambleyasi doirasida O'zbekiston global muammolarni hal etishda muhim rol o'ynay oladigan mamlakat maqomini ishonch bilan tasdiqladi. O'zbekiston prezidenti tomonidan ilgari surilgan g'oyalar va yechimlar katta o'zgarishlarga yo'l ochadi. Ushbu yondashuv Shavkat Mirziyoyevning odamlarni umumiy maqsadlar atrofida birlashtirish va dunyo hamjamiyatini insoniyat manfaati uchun harakat qilishga ilhomlantirishga noyob qobiliyatini ko'rsatadi. Turkiya Savdo-sanoat palatalari universiteti rektori professor Yusuf Sarinay. Prezident Shavkat Mirziyoyevning nutqi O'zbekistonning strategik qarashlari va jahon hamjamiyatining ishonchli sherigi bo'lishga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari ushbu tashabbuslar adolatli, barqaror va tinch kelajakka intilishni aks ettiradi. Ishonchim komilki, O'zbekiston prezidenti tashabbuslari BMTga a'zo davlatlar tomonidan keng qo'llab-quvvatlanadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.